1 gram unsiz chechevitsadan pitsa tayyorlaymiz. Qani ketdik. Bismillah deb chechevitsani yaxshilab yuvib, 4-5 soatga issiq suvga ivitib qo'yamiz. 4-5 soatdan keyin idishga solib, ozgina suv, zaytun yog'i, tuz, qatiq yoki kefir solib, yaxshilab blenderlaymiz. Maslahatim, mandagi blenderda emas, balkim chopper yoki ruchnoy blenderda maydalang. Duxovka listiga pergament solib, massani yoyib olamiz. Oldindan qizdirilgan duxovkaga pishirishga yuboramiz. Pishguncha ustiga sous tayyorlaymiz. Tomat pastasi, zaytun yog'i, quritilgan maydalangan rayhon solib, ozgina suv sovorsangiz ham bo'ladi, yana ham suyuqlashadi massa. Yaxshilab aralashtiramiz. Pishgan massamizni ustiga suramiz. Ustiga xohishga qarab, men sosiskadan foydalandim. Ustiga yaxshi eriydigan sirni qirg'ichdan chiqarib sepamiz va yana 5 minutga duxovkaga yuboramiz. Pishgandan keyin ustiga ozgina zaytun yog'idan sepamiz. Bu pitsa ayniqsa parhez qilayotganlar uchun juda ham to'g'ri keladi. Oqsillarga boy bo'ladi. Retsept yoqsa, parhezda yurgan dugonangizga yuborib qo'ying. Ketkizgan vaqtimiz barchamizga manfaatli bo'lsin.